noto'g'ri poyafzal tanlab kiyish. Qattiq tagi bo'lsa, poyafzalli oyoq kiyimingizni tagi qattiq bo'ladigan bo'lsa, u siqib turadigan bo'lsa, u yurishga noqulay bo'ladigan bo'lsa, misol uchun baland poshnali bo'ladigan bo'lsa va nosezon bo'lsa-da va nomavsumiy bo'lsa, mavsumiga qarab kiymasangiz, yomg'irlarda oyog'ingizga suvlar kirib ketsa, qorlarda oyog'ingizga namlik urib tursa, bunaqa vaziyatlarda albatta oyog'ingiz suyak bo'g'im kasalliklarga chalinadi. Demak, biz har qanday yoshimizdan qat'iy nazar modaga, unga bunga emas, sog'lig'imizga, salomatligimizga, yurishimizga, tanamizga qulay bo'lgan oyoq kiyimlari tanlab kiyishimiz kerak. Misol uchun nima uchun amerikalik babushkalar yoki rossiyalik babushkalar keta krossovkaga o'xshagan oyoq kiyimlarini kiyib yuradi. Lekin bizning onaxonlarimiz nima qiladi? Usti o'sha tovush impirnikidek qoplangan, tagi lekin Jigulining bamperidan qattiq bo'lgan oyoq kiyimi bor. Ayniqsa tumanlarda, qishloqlarda yashaydigan onaxonlari shu narsaga yaxshilab e'tibor berish kerak. Ayniqsa qishloqdagi, tumanlardagi onaxonlar. Moda bu deb o'tirmang yoki pul ketadi deb o'tirmang. Kiyadigan oyoq kiyimingiz o'zingizga qulay bo'lsin. Krossovka ham kiyib ketavering. Chunki men juda ham ko'p e'tibor beraman, ayollarning oyoq kiyimi o'zlariga noqulay. Tagi yumshoq emas, birinchidan. Eng ko'p ommabop kiyiladigan tapchalaringiz siz ayollar. Tagi qattiqda, faqat usti tovar bo'lmaydi. Ko'pincha siz to'yga, marosimga, tug'ilgan kunga borganingizda kiyib boradigan, uzoq muddat kiyadigan tapchalaringiz, uy sharoitida kiyadigan oyoq kiyimlaringiz sizlarga yorqinroq bir jimjimador bo'lib turadi-da, ammo ular noqulay. Oyog'ingizni mana bunaqa birinchidan ushlab yurishingiz kerak. U egilmaydi, tagi egilmaydi-da. Endi hammasi ham emas, lekin ko'p shunaqalar. Mana har gapmi? Ko'p onaxonlar oyoq kiyimi noqulay. Faqat yoshingiz juda katta, 80-90 ga borganda mahsa yoki shunga o'xshash rezinani kiygan, joningizni qadrini bilib kiymasdan, yoshingiz shu 30 dan oshdimi? Ne farqi yo'q. Tagi elastik bo'lsin, qiyshayadigan, yumshoq bo'lsin, hamma joyini oyoq kiyimi, oyog'ingizni, tovoningizni hamma joyiga bir yopishib turadigan bo'lsin oyoq kiyimingiz. Shlukalar ham misol uchun tovonni orqa qismiga yopishib turadigani bor. Endi yozda tapchalar yetayotganim yo'q. E'tibor berishimiz kerak shu narsalarga ham. Sizlarga arzimas bo'lib tuyulgani bilan toma-toma bunaqa muammolar ko'l daryo bo'ladi. Kasallik keltirib chiqarib turadigan mayda omilni e'tibordan qochirmaslik kerak. Ana shu glavniy eng bizni xatoyimiz. Kichkinagina bir oynani siniq tirishqidan qancha shamol kirib turadi? Skvoznak bo'lib turadi, to'g'rimi? Bunaqa misol keltiryapman-da. Kichkina shu oynani tirishqidan kirib turadigan shamol ertalabgacha sizni prostudan qilib burunlaringizni tiqib shamollatib chiqishi mumkin. Vaholanki unga siz e'tibor bermasligingiz mumkin. Mana demak, har qanday noqulay faktorlari katta-kichigi bo'lmaydi. Shunday ekan, bugundan hammangiz oyoq kiyimlari qulayini, yumshog'ini, amortizatorli xususiyati yaxshisini kiyaman deb kelishdik deb yozing. Yozinglar. Tushundim, kelishdik degan so'zni kommentariyaga yozing. Qarshi? Yaxshisiga o'zgartiraman deb menga va'da bering. Darrov izohga yozing hammangiz. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ishchanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, sketch qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, sketch qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.